Aka bilasiz, yuridik texnikumda o'qiyman. Qo'shnim chiqib, menga savol beryapti. Xo'jayini vafot etib ketgan, o'rtada mol-mulk mojarosi bo'lyapti. Qizi kelib mol-mulkka da'vogarlik qilyapti, o'g'li ham mol-mulkka da'vogarlik qilyapti. Bunga qonunda o'zi qanaqa yechim bor? Qonuniy yechim bormi mol-mulk o'rtasida bo'layotgan mojaroga? Albatta bunga qonuniy yechim bor. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 23-24-moddasida bu belgilab o'tilgan. Ya'ni nikoh davomida orttirilgan mol-mulklar teng taqsimlanadi. Teng taqsimlanadi deganda vafot etgan turmush o'rtog'ining nomida nikoh davomida orttirilgan nima bo'lsa, 50% qismiga da'vogarlik qilish mumkin. Qolgan 50% ga kim da'vogarlik qiladi degan savol bor. Qolgan 50% ga Fuqarolik kodeksining 1135-moddasida belgilab o'tilganidek, birinchi raqamli vorislar, otasi, onasi, eri yoki ayoli va farzandlari da'vogarlik qiladi. Bu yerda kelib chiqadiki, shu qo'shningizni farazand 3 ta farzandi bor deylik, ota-onasi hayot deylik 5 ta va turmush o'rtog'i 6-chisi bo'lib qo'shiladi. Bu yerda 6 ta odam shu qolgan 50% ning 6dan bir qismini ulushini olib chiqib ketadi. Bular agar o'zaro kelishsa, bu bevosita notarius orqali bo'ladi. Agar kelisha olmagan taqdirda sudga murojaat qiladi, sud tartibida hal bo'ladi.